Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Aziz birodarlar, mana Arafa kuniga ham bir necha kun qoldi. Arafa kuni ro'zasining fazilati. Arafa kuni Zulhijja oyining 9-kuni bo'lib, islomda eng ulug' kunlardan biri hisoblanadi. Bu kuni haj qiluvchilar Arafat maydonida bo'lishadi. Haj qilmayotganlar, ya'ni haj qilmayotgan musulmonlarga esa bu kuni ro'za tutish tavsiya qilinadi. Ro'za tutishning fazilati. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam dedilar: Arafa kuni tutiladigan ro'za o'tgan 1 yil va kelasi 1 yilning gunohlariga kafforat bo'ladi deb Allohdan umid qilaman dedi. Muslim rivoyat qilgan hadisda. Ya'ni kim ixlos bilan Arafa kuni ro'za tutsa, Alloh uning o'tgan va kelasi yildagi kichik gunohlarini kechiradi. Haj qiluvchilar uchun, ya'ni hojilar uchun bu kuni ro'za tutish ma'qul bo'lmaydi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Arafat tog'ida turganlarida ro'za tutmaganlar. Arafa kuni qilish lozim bo'lgan amallar: takbir, tahlil. Takbir, tahlil, ya'ni takbir Allohu akbar, la ilaha illallohni aytish, duo qilish. Shu kuni xosatan shu kuni ko'p duo qilish. Chunki bu kun duolar maqbul bo'linadigan eng afzal kunlardir. Qur'on o'qish, ko'p istig'for aytish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dedilar: eng afzal duo Arafa kuni qilingan duodir. Imom Termiziy rivoyat qilganlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bu kunni qo'ldan boy bermang. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.